Assalomu alaykum yosh kitobxonlar. Men Muhammadiyeva Madina, Jizzax viloyati Arnasoy tumani 11-maktabning 9-sinf o'quvchisiman. Men bugun sizlarga Zeynep Gezijining Faryod nomli kitobi haqida so'zlab bermoqchiman. Bu kitobning bosh qahramonlari Feriya va Demir ismli yigit bo'ladi. Bunda ikkita taqdir aks ettiriladi. Feriya ismli qiz 23 yoshida jigar saratoniga chalingan bo'ladi. Hayotning kuchli sinovlari oldinda turganligi haqida bilmas edi. U albatta tuzalib ketaman, hali bular shunchaki sinov o'tib ketadi deb o'ylagan edi. Ammo 2 yil, 3 yil Germaniyada davolanib kelganidan so'ng ham ular umuman foyda bermaydi va Istanbulga qaytib kelishadi. Istanbulda shifoxona topishadi va akasi uni o'sha shifoxonaga yotqizishadi. O'sha oradan 15 kun, 20 kun o'tganidan so'ng u shifoxonaga bir og'ir ahvolda katta yoshli ayol olib kelinadi va u ayol Feriyaga donorlik qilishga rozi bo'ladi. Va shundan so'ng oradan 30 kun o'tganidan so'ng Feriya tuzalib ketadi. Ikkinchi taqdirda esa Demir ismli yigit va uning onasi bo'ladi. Demir yoshligida otasi uni barvaqt tashlab ketgan bo'ladi va katta bo'lganidan so'ng otasi qaytib keladi. Singlisi kasalligi tufayli bolasidan yordam so'rash uchun qaytib keladi va bolasi uni uyga kirgizishni xohlamaydi. Keyinchalik o'g'li ishga ketgan vaqti onasining uzoqroq qarindoshi vafot etadi va ular Turkiyadan chekkaroqqa chiqishga majbur bo'lishadi. Va onasi o'g'liga aytadi, men o'zim borib kelaman deydi va o'sha ketayotganda yo'lda avtohalokatga uchraydi. Keyinchalik uning o'g'liga va otasiga zudlik bilan xabar berishadi. Keyin doktorlar aytishadi, onangizning ahvoli og'ir, ammo mana shu jigarni boshqa bir qizga o'tkazsak, u qiz yashab ketishi mumkin. Ancha yillardan beri saraton bilan kurashib kelyapti deb aytadi va o'g'li agar mening onamning jigari qaysidir qizning vujudida saqlanib qolsa, men bunga roziman albatta deb otasi va o'g'li ariza, ya'ni rozilik arizasini yozib berishadi. Shundan so'ng bu qiz ham tuzalib ketadi. Hayotini yana yangidan boshlashga bir imkon bo'ladi. Bu asardan xulosam shuki, inson qanchalik tushkunlikka tushmasin, ammo qorong'u kunlardan so'ng yorug' kunlar kelishiga umid qilib yashash kerak. Barchangizga bu kitobni o'qib ko'rishni tavsiya etaman.